do'stlar, sizlarga hozir kuniga 1-2 marta shunday kirib $5-10 pul ishlab chiqish taktikasini ko'rsataman. To'g'risi do'stlar, mana misol Silver, Gold ana shu darajalarga erishish uchun albatta birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin videolarimni ko'rsangiz depozit qilish, yutib olish, videorolik qilib chiqarganman. Ko'rib foydalansangiz bo'ladi. 100% ishonchli saytlar to'lab beradi. Depozit qilib ishlasangiz tezroq uroveningiz ko'tariladi. Level ko'tarish haqida ham videolarim bor. Tak prosta ishlash kerak, sabr qilish kerak, azartga berilmaslik kerak. O'shaning uchun hozir video qattiq ishlayapti. Mana shunday har soatiga kapcha beradi. Kapchani olasiz. Taktika ko'rsataman. Har kapcha olganingizdan keyin yana xuddi shunday ko'rsatgandek qilib levelni ko'taradi. Pulingiz ham ko'payadi. Misol o'yinlarga kiramiz. Eng pastida Unlimited Decade o'yini bor. Qarang endi. Men Gold o'rinda edim. Soatiga 3750 benefit beradi. O'shani mana bunday qilamiz. 37.500 qilib olamiz. Tak, buni oxiriga suramiz. Buni 1.1% qilamiz. Endi balansingiz kam bo'lsa bir marta bosim yetadi. O'zingizga bir marta bossangiz 2-3 martagacha bermasligi mumkin. O'shaning uchun balansingizga qarab tiking. Ko'p azartga berilsangiz yutib qo'yadi bular. O'shaning uchun ko'p azartga bermaslik kerak. 2-3 marta urdingiz o'zi bo'ldi. Kerak emas boshqa. Misol men 4 marta urdim, meni balansim normal edi. O'shaning uchun qo'rqmasdan urdim. Bo'ldi, yetadi sizga o'sha. Endi har bitta akkauntdan o'shanday qilib $3, $4dan misol $1 ishlasangiz, bir kunda 4-5 marta kirsangiz $5 bo'ladi. Misol benefit akkauntidan. Menda esa 12 ta akkaunt bor. Bu akkauntlardan hammasi shunday ishlab boraman. Peklarga hammasiga o'tadi. Mana shu tonda ham ko'rsataman. Bu o'yinni tonda misol mana Gold o'yinda har soatiga oladigan kapchamni bir bosishda olishga harakat qilaman.
hamma balansiga qarab pik saytlarga hammasiga o'tadi. Pik keng saytlarga ham o'tadi. Keng saytida ham hozir mana bitta ko'rsatdim. Faqat azartga berilmang. Ana endi 2 marta bosdim, bo'ldi, yetadi. Soatiga 2 marta bossangiz yetadi. Orqaga qaytarib balansini ko'rsangiz, shuncha foydaga chiqqanini ko'rasiz. Mana tikilgan summa 0,625 0,625 yutib olibdi. Keng saytlarda misol keng saytida mana ko'rsataman hozir. Bunga ham keng saytlarga ham o'tadi. Har soatda kapchani terasiz. Ham o'rin ko'tariladi. Ham misol uchun faqat o'rin ko'tarilishiga ishlang. Tak. Har soatiga 120 dan kapcha beryotdi. Hozir o'sha 1-2 urishga 120 kapcha olamiz. Bir marta urdingiz. Bo'ldi, yetadi. Siz balansingiz kam bo'lsa. Meni balansim normalmi maniki. Dagon bilan 4 ta dagon urasiz. Polniga. Bo'ldi. Yana orqaga qaytarasiz. Ana shunday shu tarzda o'yin davom etadi. Internetimiz qattiq ishlaydi. Qisqasi mana shunday o'yin davom etadi. Lichkada hamma saytni anaqasi bor. Manzili bor. Bemalol kirib ro'yxatdan o'tib tushunmagan joyingizni savol berishingiz mumkin. Tushuntirib beraman. Videolarimni hammasini tushuntirib o'tganman. Rahmat, sog' bo'ling.